YouTube'da shortslar hozirgi kunda kanal aktivi hamda obunachilar sonini tez fursatda ko'paytirish uchun eng maqbul yo'llardan biri hisoblanadi. Esingizda bo'lsa kerak, shaxsan o'zim mijozimning kanaliga 18 kunda 0 dan 100 ming obunachi yig'ib bergan edim. Siz ham shunday natija qilishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Xo'sh, shortslar shunday xususiyatga ega ekan. Endi ularni qanday qilib tomoshabinlarga qiziq qilib tayyorlash mumkin? Bugungi videomizda shorts videolar tayyorlash jarayonida e'tibor berilishi kerak bo'lgan qismlar, shorts aktivi ko'tarilishi nimalarga bog'liq ekanligi kabi qiziqarli mavzularda gaplashamiz. YouTube orqali pul ishlashni xohlaysizmi? Endi bu juda oson. Bizning kursda siz YouTube orqali pul ishlashning 6 ta samarali usuli bilan tanishasiz. Bulardan misol, reklama orqali pul ishlash, arbitraj orqali pul ishlash, kanal savdosi orqali pul ishlash va yana ajoyib 3 ta usul. Bularning barchasini siz bitta kurs orqali o'rganishingiz mumkin. Hoziroq videosidagi manzil orqali Telegramdan bog'laning va kursimizni sotib oling. YouTube orqali daromad qilish vaqti keldi. Demak, shorts videolaringiz rekomendatsiyaga chiqishi uchun uni tomoshabinlar birinchi o'rinda davomiy kuzatishlari zarur. Ya'ni iloji boricha videongizni boshidan oxirigacha ko'rishsa, YouTube ushbu shortni boshqa tomoshabinlarga ham qiziq deb bilib, rekomendatsiya lentasiga uloqtiradi. Tomoshabinlarni aynan videoni oxirigacha ko'rishlariga erishish uchun videongizda ma'lum strategiya va strukturalardan foydalanish kerak. Masalan, videongizning asosiy 3 qismga hook, ya'ni kirish qismi, storytelling, videoning asosiy maqsadi yoritib beriladigan qism va so'ngida natija, ya'ni yakun. Ushbu strategiya istalgan yo'nalishdagi YouTube kanallar uchun bir xilda ishlaydi. Ammo o'z yo'nalishingiz va videongizga qarab ssenariy, so'zlar yoki kadrlarni adaptatsiya, ya'ni o'zingizga moslashtirishingiz mumkin. Hook, ya'ni kirish qismi uchun videongiz agar biror qiziqarli va dinamik mavzuda bo'lsa, shunga qarab tomoshabin ekranida yozuvlar paydo bo'lishi. Agar videongiz vlog yo'nalishiga yaqin bo'lsa, video boshida 5 soniya butun boshli videoda nimalar bo'lishi va yakunida tomoshabinni nima kutayotgani haqida ma'lumot berib gapirsangiz bo'ladi. Agarda hook qismidanoq muvaffaqiyatsizlikka uchrasak, tomoshabinlar shunchaki videoni o'tkazib yuborib, boshqa shorts videolar tomosha qilish uchun o'tib ketishadi. Hook qismidan o'tib oldik ham deylik. Endi tomoshabinlarga videoning qolgan qismlari zarur. Videoda storytelling texnikasidan foydalanishda ham siz kanal yo'nalishidan kelib chiqib, har xil usullardan foydalanishingiz mumkin. Agarda siz o'z mualliflik kontentingizdan foydalansangiz va ovozlashtirish ishlarini ham o'zingiz qilsangiz, shortslaringizda ziddiyatli mavzular haqida gapirib berishingiz mumkin. Voqealar ketma-ketligi avvalo hayajonli va ziddiyatli boshlanib, keyinchalik video so'ngida aynan shu muammolarga yechim berishingiz zarur bo'ladi. Bu nimaga kerak? Tomoshabin videongizni ko'rib o'tirganida, uni video davomida yakuniy holatga qiziqtirib borasiz. Tomoshabin esa aynan o'zi kutgan ma'lumotni olishi zarur. Ya'ni videoda siz ikki tomon o'rtasida bahs olib borasiz va ikki tomondan qaysi biri yutib chiqishini video so'ngida aytishingiz kerak bo'ladi. Bu orqali tomoshabinlar videongizdan qoniqish hosil qilib, keyingi tayyorlayotgan kontentlaringizni ham tomosha qilishlari va kanalingizga obuna bo'lish ehtimollari ham oshadi. Bu orqali siz nafaqat tomoshabin videongizni yakuniga qadar kuzatishga, balki yangi obunachilarga ham ega bo'lishga erishasiz. Shu bilan birga kanalingizga shunga o'xshagan short video yuklagan zahotingizdayoq o'zingizdagi boshqa akkaunt orqali shu video kommentariyasiga bunaqa yakun kutmagandim yoki shunga o'xshash mazmundagi kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin. Chunki ko'pchilik tomoshabinlar shu kabi videolarni ko'rishdan oldin ko'pincha birinchi bo'lib video kommentariya qismini ochib ko'rishadi. Videolaringizda kommentariya qismi qanchalik aktiv bo'lsa, videongiz shunchalik tez rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli ko'p bo'ladi. Buning sababi videoni kuzatayotgan foydalanuvchi videoga kommentariy yozish jarayonida orqa fonda video to'xtamaydi va bu orqali tomoshabin ham videoni oxirigacha ko'rishi va komment yozib boshqa tomoshabinlarni ham qiziqtirishiga olib keladi. Videoning montaji ham bu yo'nalishda juda katta rol o'ynaydi. Videolaringizni sound effektlar, orqa fondagi musiqalar orqali tomoshabinning
videoning kayfiyatiga ham ta'sir o'tkazishingiz mumkin va bu orqali tomoshabin emotsiya bilan videongizni tomosha qiladi. Bu esa muallif va tomoshabin o'rtasida hissiy bog'liqlik olib kelib, natijada katta ehtimol bilan tomoshabinlar sizga obuna bo'lishadi. Ta'kidlab o'tgan usullarimizdan foydalanish orqali siz kanalingizga shorts videolar orqali yangi obunachilar va ko'p sonli ko'rishlar soniga ega bo'lishingiz mumkin. Muhimi iloji boricha sifatli ishlash va tomoshabinga ularga qiziq va kerakli bo'lgan kontentni bera olish. Agarda hozirgi ko'rsatmalarimdan foydalanib, bir qadam bo'lsa ham oldinga siljisangiz, bilib qo'yingki, siz o'zingiz va kanal rivojiga katta hissa qo'shyapsiz. Harakat qilishdan to'xtamang. Vaqt o'tgan sari ko'rishlar, obunachilar ham ko'payib boradi. Esingizda bo'lsin, har bir mashhur bloger ham siz kabi kichik qadamlardan boshlagan. Hozir sizda ham xuddi shunday imkoniyat bor. Tajriba orttirib, o'zingizga ishoning va har kuni yangi narsalar o'rganishda davom eting. Keyingi darslarimizda yanada chuqurroq sir asrorlarni o'rganamiz. Ungacha sog' salomat bo'ling. Videoga like bosib, keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.